sizlarda duolar ijobat bo'ladi, shoshilmanglar faqat. Shoshilmasanglarla duolar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshiladi yo Rasululloh deganida aytdilar, da'utu falam yustajab li. Bir odam duo qiladida aytadiki, Allohga duo qildim. Allohga duo qildim, ijobat qilmadi. Mana endi ijobat bo'lmaydi. Bu 1 yil o'tar, duoing ijobat bo'lgani. 2 yil o'tar, 5 yil o'tar. Bu vaqt sen uchun vaqt. Alloh uchun vaqt degan tushuncha yo'q. O'zi hozir qo'lingga kelgan, seni ko'zingni quvontirgan, sen undan rozi bo'lgan narsalar bor qo'lingda. Uying bor, mashinang bor, farzanding bor, qarada seni xursand qilgan narsalar. Shuni qachonlarda so'ragansan? To'g'rimi? Qachonlarda so'ragansan shu narsani? Endi berganidan keyin oddiy bo'lib qoldi-da. Baxt, rozilik. Kishi kunidan, hayotidan rozi bo'lsa, shu odam baxtli bo'laveradi. Modomiki qalbingizda Allohga nisbatan shak shubha bor ekanmi? Demak siz bitmas, tuganmas g'am tashvish, qayg'u ichida qolasiz. Doimiy norozi bo'ladi bunaqa odam. Doimiy asabiylashgan bo'ladi, doim shikoyat. Kofirlar shunaqa bo'ladi. Havoyam rizq, hayot ham rizq. Lekin u faqat moddiy yeyishni tushunyapti-da, mana hech narsasini olmayman deb yotyapti. Bir kun sahroda yotib, 2 kun yotgandan keyin og'zi qurib, o'sha joyda yotib behush bo'la boshlabdi. Oldidan bir karvon o'tib qopti. Karvon boshiga kelib aytibdiki, bir xizmatchisi, "O sahroda bir odam behush yotibdi" debdi. "Olib kelinglar, yordam beringlar." Haligini olib kelib qarasa behush, "Etingizga suv beringlar." Suv beraman desa og'zini mahkam yopib qo'ygan, va'da berib qo'ygan, u rizqini olmayman deyapti. Qani nima qilar ekan? Karvon boshiga aytibdi, "Bu suv ichmayapti, og'zini bekitib qopti, hushdan ketibdi" desa, o'lib qoladi, uni saqlash kerak, uni tishini qoqib sindirib og'ziga qo'yinglar. Og'zini tishini to'kib, og'ziga suv quygandan keyin o'ziga kelib, "Ha, agar Alloh berarman desa, tishimni qoqib berar ekan.